Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlarga patologiya anatomiya fanidan makropreparatlar tavsifini aytib o'taman. Ushbu makropreparat surunkali atrofik gastrit deb nomlanadi. Ushbu makropreparatni makroskopik ko'rganimizda a'zoning hajmi, ya'ni oshqozon hajmi kattalashganligi, rangini biroz oqish tusga kirganligini, shaklini deformatsiyalashganligini kuzatamiz. Kesib ko'rganimizda biroz yumshagan konsistensiyada, kesilganda devori yupqalashganligini, shilliq qavatda burmalari yo'qolib, atrofiya hisobiga u yerda silliqlashganligini, ya'ni yassi tusga kirganligini kuzatamiz va shilliq qavatda ba'zan mana bunday ko'plab erraziv qon quyilish sohalarini kuzatishimiz mumkin. Mikroskopik agar shu oshqozon devoridan gistologik preparat tayyorlab gematoksin eozin bo'yog'ida bo'yab ko'rsak, bunda shilliq osti qavatda oshqozon bezli epiteliylarining soni kamayganligini, bez strukturalarini yo'qolganligini, mushak to'qimalarini atrofiyaga uchraganligini, ular orasida fibroz to'qimi o'sishini kuchayib borganligini, qon tomirlarida giperemiya holatlarini kuzatishimiz mumkin. Surunkali atrofik gastrit etiologiyasi asosan autoimmun tarzda kelib chiqishlik patogeneziga ega bo'lib, bunda shilliq qavat bezli epiteliyga qarshi auto antitelalar hosil bo'ladi. Dinamikasi qaytmas jarayon, asoratlari asosan hazm buzilishi, ovqatning yaxshi so'rilmasligi kabi asoratlarga olib boradi. Buning natijasida bemorda gipovitaminoz, kaheksiya holatlari kelib chiqadi. O'lim asosan kaheksiya holatlari va gipovitaminozda hisobiga rivojlanadi. Ikkinchi makropreparatimiz bu yurak qo'ng'ir atrofiyasi deb nomlanadi. Yurak qo'ng'ir atrofiyasida makroskopik jihatdan yurak hajmini keskin kamayganligi mana bu yerda ko'rinib turibdi. 13 sm gacha kichraygan holatdaligi yurakni, vaznini kamayganligi, rangini qo'ng'ir tusdaligi, konsistensiyasini biroz zichlashganligi aniqlanadi. Va asosiy belgilaridan biri yurak cho'qqi sohasida yog' qatlamining yo'qolganligi, yurak yuzasida demak qon tomirlar angi arxitektonikasi yaxshi ko'rinib qolganligini ko'rishimiz mumkin. Kesib ko'rganimizda konsistensiyasi biroz zich, devorlari yupqalashganligi aniqlanadi. Mikroskopik belgilari bu yerda yurak to'qimasidan gistologik preparat tayyorlab gematoksin eozin bo'yog'ida bo'yab ko'rganimizda kardiomiyotsitlarda atrofiya, ularning yadrolarining ikki qutbida parallel ravishda joylashgan tillarang sariq tusdagi lipofutsin pigmentlarini kuzatamiz. Lipofutsin pigmentining hosil bo'lishi, demak bu hujayralarda assimilyatsiya jarayonidan dissimilyatsiya jarayonini, ya'ni yemirilish jarayoni ustun turganligini bildiradi. Bunda demak hujayralarning yemirilish mahsulotlari, xomashyolarini qayta ishlash, ya'ni hujayrani plastik funksiyalariga ishlatish qobiliyati pasayganligi natijasida lipoprotein tarkibli lipofutsin pigmenti to'planib qoladi. Bu a'zoga o'ziga xos qo'ng'ir rang beradi. Etiologiyasi demak asosan umumiy atrofiya, ya'ni kaheksiya holatlarida kelib chiqadi. Umumiy atrofiyaning 5 ta turi ajratiladi. Birinchisi alimentar kaheksiya, ikkinchisi gipofizar kaheksiya, uchinchisi serebral kaheksiya, to'rtinchisi demak surunkali infeksion kasalliklarda kelib chiqqan kaheksiya va beshinchisi rakka aloqador kaheksiya. Bu bemorlarda o'lim asosan yurakning surunkali yetishmovchiligi oqibatida qon aylanish buzilishidan kelib chiqadi. Bu makropreparatimiz aorta aterosklerozi deb nomlanadi. Bu yerda ko'rganimizda aorta qon tomirini demak kesib ko'rganimizda devori qalinlashganligini kuzatamiz. Biroz zich konsistensiyaga egaligini va asosiy belgilar bu yerda o'zgarishlar intima qavatida rivojlanganligini ko'rishimiz mumkin. Intima qavati notekis, ko'plab ovalsimon ko'rinishdagi yog' pilakchalar bilan qoplanganligini kuzatamiz. Yog' pilakchalari bir nechasi bir-biriga qo'shilib katta sohalarni egallashi mumkin. Shunga asosan aorta qon tomirining necha foizi aterosklerotik jarohatlanganligi ifodalanadi. Foizlarda aytishimiz kerak.
Ateroskleroz kasalligi bosqichma-bosqich ketuvchi kasallik bo'lib, o'ziga xos jihatlari bu yerda qon tomirda bitta joyda hamma bosqichini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni makroskopik birinchisi bu lipid dog'lar bosqichi, keyin fibroz pilakchalar bosqichi, undan so'ng ateromatoz yaralar bosqichi va oxirgisi kalsinoz, ya'ni ohaklanish bosqichlari. Etiologiyasi asosan ateroskleroz kasalligi polietiologik kasallik bo'lib, gipertoniya kasalliklarida, semizliklarda, xolesterin almashinuvi buzilishiga olib keluvchi endokrin qandli diabet kabi kasalliklarda va gormonal buzilishlarga olib kelgan ba'zi endokrin patologiyalar hisobiga kelib chiqishi mumkin. Undan tashqari bu yerda yosh katta ahamiyatga ega, ya'ni qarilik muammo sifatida ham kuzatiladi. Ateroskleroz kasalligi polietiologik bo'lganligi sababli uni kelib chiqishini tushuntiruvchi 10 ta nazariya mavjud. Ushbu makropreparatimiz aorta aterosklerozi deb nomlanadi. Bunda ko'rganimizda aorta qon tomiri makroskopik biroz egri-bugri ko'rinishga kirganligini, kesib ko'rganimizda devori qalinlashgan, zichlashganligini kuzatishimiz mumkin va asosiy o'zgarishlar intima yuzasida kuzatilib, intimada ko'plab ovalsimon shakldagi fibroz, lipid pilakchalarni hosil bo'lganligini kuzatamiz. Buning hisobiga qon tomir bo'shlig'i torayishi, uning devorini qalinlashganligi aniqlanadi. Aorta aterosklerozi makroskopik jihatdan 4 ta bosqichda rivojlanadi. Bular lipid dog'lar bosqichi, fibroz pilakchalar bosqichi, ateromatoz yaralar bosqichi va ohaklanish bosqichlari. Kasallikning o'ziga xos belgisi aorta qon tomirida shu 4 ta bosqich ham birdaniga kuzatilishi mumkin. Shu bosqichlarni ketma-ket rivojlanishi natijasida aorta qon tomiri devori qalinlashib, bo'shliqlarining torayganligini, devorining mo'rtlashganligi aniqlanadi. Mikroskopik jihatdan ko'rganimizda aorta qon tomirini asosan endoteliy hujayralarda, yog' to'plamlari hisobiga ular yog' hujayrasiga o'xshash ko'rinish olganligini, endoteliy osti qavatida mushak qavatidan boshlab miosit, fibrosit hujayralarining ko'payishi, ularning o'sishi hisobiga fibroz pilakchalar shakllanganligini, ba'zan endoteliy hujayralari bir-biriga qo'shilib ateromatoz yaralarni hosil qilganligini va ularning uni kalsiy tuzlari cho'kishi hisobiga ohaklanish o'choqlari paydo bo'lganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Etiologiyasi asosan ateroskleroz kasalligi polietiologik kasallik hisoblanadi. Ateroskleroz kasalligini kelib chiqishini tushuntiruvchi nazariyalar bular gerontologik, ya'ni qarilik muammo sifatida kuzatiladi. Trombogen nazariya, ya'ni tromblar hosil bo'lish hisobiga yog' to'plangan deb tushuntiriladi. Mutagen monoklonal nazariya, ya'ni o'smalar, ya'ni miosit qon tomir devoridagi miosit hujayralarining o'smalari hisobiga kelib chiqqan deb tushuntiriladi. Bundan tashqari nerv metabolitik nazariyalar, ya'ni yog' almashinuvlarining buzilishi natijasida kelib chiqqan deb tushuntiriladi. Undan keyingi nazariya bu shikastlanishga javob reaksiyasi bo'lib, endoteliy hujayralar shikastlanish oqibatida ularda yog' to'planadi deb tushuntiriladi. Lekin bular har qanday nazariya holicha qolgan, oxirgacha isbotlangan emas. Shuning uchun polietiologik kasallik sifatida kuzatiladi. Keltirib chiqaruvchi xavf omillariga asosan yoshning kattaligi, gipertoniya holatlari, qandli diabet holatlari, qon tomirlarini yallig'lanish, virusli, bakterial infeksiya, toksinlar hisobiga zararlanishlari demak ularda xavf omili hisoblanadi. Bundan tashqari semizlik, xolesterin almashinuvi buzilishiga olib keluvchi oilaviy giperxolesterinemiya kabi kasalliklar ham ateroskleroz rivojlanishini kuchaytiradi. Dinamikasi qaytmas jarayon, asorat o'lim sababi asosan ateroskleroz hisobiga zararlangan qon tomirdan qon o'tishini qiyinlashishi va undan keyingi a'zolarning ishemiyasi hisobiga ko'proq ateroskleroz sohalarida tromb hosil bo'lishidan, tromboemboliya kuzatilishidan va aorta qon tomirining yorilishi yoki anevrizmalar sohasidagi tromblarning hosil bo'lishidan kelib chiqadi. Yurak ishemik kasalligi, bosh miya qon aylanishlarining asosiy patogenezida yotuvchi kasallik bu aorta aterosklerozi hisoblanadi. Ushbu makropreparatimiz jigar yog'li distrofiyasi deb nomlanadi. Ikkinchi nomi g'oz jigari, ya'ni jigarning diffuz yog' bosishi, steatoz, gepatoz deb ham nomlanadi. Bunda jigar bir necha barobar, ya'ni
1,5 kilogramm bo'lishi kerak bo'lgan jigar 15 kilogrammgacha kattalashgan bo'lishi mumkin. Jigarni ko'rganimizda yuzasi silliq, kapsulasi taranglashganligini, rangini sariq tusga kirganligini, qirg'oqlarini o'tmaslashganligini, konsistensiyasi xamirsimon konsistensiyaga kirganligini kuzatamiz. Patologik jarayon diffuz tarqalgan bo'lib, kesib ko'rganimizda yog' to'qimasini kesgandek pichoqda yog' tomchilari qoladi. Mikroskopik belgilari bu yerda demak yog' bosishi diffuz tarqalgan bo'lib, jigar bo'laklarining markaziy qismidagi periferiyaga qarab yoki periferiyadan markaziy qismga qarab ikki xil tartibda yog' bosishi mumkin. Bu keltirib chiqaruvchi etiologik omillarga bog'liq. Ya'ni gipoksiya holatida kelib chiqqanida ko'proq periferiya holatlarga qarab tarqalish kuzatiladi. Zaharlanishlardan kelib chiqqanda ko'proq markaziga qarab intiluvchi yog' bosishi kuzatiladi. Yog' bosishi mikroskopik jihatdan ko'rganimizda 3 ta bosqichda rivojlanadi. Bu demak yog'simon changlanish, yog' tomchilarining hosil bo'lishi va yog' vakuolalariga aylanishi. Demak, jigar hujayrasida to'plangan yog'ni aniqlash uchun suvdan 3 bo'yog'ida bo'yashimiz kerak. Bunda yog'lar qizg'ish jigarrang tusga kiradi. Yog' to'plangan jigar hujayralari o'zining kubsimon shaklini yo'qotib, ovalsimon dumaloq ko'rinishga kiradi. Yadrolari periferiyaga suriladi. Natijada ular uzuksimon shaklni oladi va uzuksimon hujayralar deb nomlanadi. Etiologiyasi asosan jigardagi zaharlanishlar, alkogol ta'sirida, ozuqa moddalar ta'siridagi toksinlar, homiladorlik toksikozi natijasida va surunkali gipoksiya holatlarida, surunkali yurak kasalliklari, surunkali o'pka kasalliklarida, qandli diabet kasalliklarida kelib chiqadi. Asosiy patogenetik omil bu jigar hujayralaridagi gipoksiya va jigar hujayralarining toksik moddalar bilan zararlanishi hisobiga yog' to'planishi izdan chiqadi. Dinamikasi qaytmas jarayon, asorati o'lim sababi jigar hujayra yetishmovchiligi hisobiga bemorda demak o'lim kuzatiladi. Ya'ni jigar hujayralarining barchasi yog' hujayralari bilan to'planishi hisobiga, yog' hujayrasiga aylanishi hisobiga jigar funksiya bajarmasdan zaharli moddalar miyaga, ichki a'zolarga tarqalishi hisobiga ensefalopatiya yoki gepatorenal sindrom rivojlanishi o'limga olib keladi. Ushbu makropreparatimiz fibrinoz perikardit deb nomlanadi yoki sochli yurak deb ham nomlanadi. Bu asosan perikard varag'ida fibrinoz yallig'lanish kelib chiqishidan rivojlanadi. Bunda yurakning hajmi kattalashgan, shakli deformatsiyalashgan, mana yumaloq konussimon shaklni yo'qotganligini, perikard varag'ida kir kurrang tusdagi ko'plab fibrin tolalaridan iborat fibrinoz eksudatni kuzatamiz. Bunda fibrin eksudatlari bir-biriga qo'shilish hisobiga uzun, tolasimon ko'rinishga kirganligi sababli sochni eslatadi va bu preparat sochli yurak deb ham nomlanadi. Yallig'lanish jarayoni diffuz perikard varag'ida tarqalgan. Mikroskopik ko'radigan bo'lsak, bunda perikard varag'ida shishganligini, unda ko'plab fibrindan iborat bo'lgan fibrinoz eksudatlarni, qon tomirlari to'laqonliligini kuzatamiz. Sababchilari etiologiyasi asosan autoimmun kasalliklar, revmatik kasalliklar, tuberkuloz kasalliklari, ya'ni qon tomir o'tkazuvchanligini oshishiga olib keluvchi kasalliklar hisoblanadi. Fibrinogen sig'adigan darajada kapillyarlarning o'tkazuvchanligi ortganligi, demak fibrinoz yallig'lanishini keltirib chiqaradi. Dinamikasi agar boshlang'ich bosqichlarida to'g'ri tashxis qo'yilib davolansa qaytar jarayon, kechki bosqichlarida demak qaytmas jarayonga o'tadi, ya'ni uyushish jarayoniga va bitishma kasalliklariga, ohaklanish holatlariga o'tishi mumkin. Bunda demak bitishma kasalliklari kuzatilganda epikard va perikard varaqlari bir-biriga bitib qolishi natijasida yurak qisqarishi kamayib, yurak yetishmovchiligidan bemor vafot etadi. Ohaklanish kelib chiqqanda pansir, ya'ni tosh yurak deb nomlanadi. Perikard varag'i kalsiy tuzlari o'tirishi hisobiga toshsimon zich konsistensiyaga ega bo'lib, yurak qisqarish faoliyati pasayadi. Asorat o'lim sababi asosan surunkali yurak yetishmovchiligidan bemor vafot etadi. Ushbu makropreparatimiz bosh miya qon quyilishi yoki miyaning qizil yumshashi, gemorragik insult nomlari bilan nomlanadi. Buni ko'rib turganimizda, demak, makroskopik miyada umumiy o'zgarishlar bo'lmaydi. Bunda patologik jarayon o'choqli joylashgan bo'lib, qon quyilish bu yerda mana
po'stloq osti sohasida kuzatilgan. Po'stloq osti sohasida 5-6 sm kattalikda qizil rangli, chegarasi aniq, ammo notekis, yumshagan o'choq kuzatiladi. O'choq ko'proq miyani, demak, 3-qorinchalarga yaqin sohasida kuzatilishi mumkin. Bu yerda mikroskopik ko'radigan bo'lsak, qon quyilgan sohasida eritrositlar to'plamini, miya to'qimasida shishni kuzatamiz. Etiologiyasi asosan gipertonik krizlarda, bosh miya jarohatlarida, bosh miya qon tomirlari anevrizmalarida kelib chiqadi. Dinamikasi agarda qon quyilish hayotiy muhim bo'lgan a'zolar markazida sodir bo'lmagan bo'lsa, bemor yashab qolishi mumkin. Agarda bemor yashab qolsa, qon quyilgan sohadagi miya to'qimasi yemirilib, tozalanishi hisobiga o'rni bo'shab, kista hosil bo'ladi. Buni zanglagan kista deb nomlanadi. Agarda qon quyilish hayotiy muhim a'zolar markazida bo'lsa, bunday o'zgarishlar kuzatilmaydi va bemor vafot etadi. Asorati asosan, demak, hayot uchun muhim bo'lgan a'zolar markazi va o'tkazuvchi yo'llarni qon quyilish hisobiga zararlanishdan kelib chiqadi. Bu yerda o'choqning yumshashi ensefalomalyatsiya deb nomlanadi. Qon quyilganligi sababli bu gemorragik insult turiga kiradi. Ushbu makropreparat o'pka absessi deb nomlanadi. Bunda ko'rganimizda o'pkaning makroskopik, demak, zararlangan sohalari kir kulrang tusdagi yiring bilan qoplanganligini, yiringlagan sohalarda o'pka to'qimasini yemirilishidan hosil bo'lgan bo'shliqlarni kuzatishimiz mumkin. Ushbu sohalar konsistensiyasi yumshagan, ilvillagan ko'rinishda, kesganimizda absesslardan, demak, kulrang tusdagi yiringli massani, eksudatni oqib chiqqanligini kuzatamiz. O'pka absessida, demak, o'pka to'qimasining yemirilishi hisobiga uning tiriklik sig'imini kamayishiga olib boradi. O'pka absesslari ikki xil tarzda rivojlanadi. Ular drenajlangan va drenajlanmagan o'pka absesslari. Agar absess tarkibidagi yiring massa bronx bo'shlig'iga ochilgan bo'lsa, bu drenajlangan absess deb nomlanadi. Agarda yiring massalar bronx bo'shliqlari bilan tutashmagan holatda joylashgan bo'lsa, drenajlanmagan o'pka absessi deb nomlanadi. Drenajlangan o'pka absesslarida yaxshi tomoni ular yiring, balg'am sifatida chiqarilib tozalanishi mumkin. Yomon tomoni asoratlari yangi bronxlarga yiring tushishi hisobiga o'pkada yangitdan yallig'lanish, pnevmoniya o'choqlarini hosil qilishi mumkin. Drenajlanmagan o'pka absesslarida esa yiringni chiqib ketmasligi, bu joydagi jarohatni bitmasligiga va o'pkaning sirrozga, amiloidoz kasalliklariga o'tishiga olib borishi mumkin. Bularda, demak, asosan operativ yiringni chiqarish yo'li bilan davo olib boriladi. Mikroskopik ko'rganimizda o'pka to'qimasida yemirilish, nekroz, o'lgan o'pka to'qimalarining o'rnini neytrofillarga boy bo'lgan yiringli eksudat bilan to'lganligini, qon tomirlari to'laqonliligini kuzatamiz. Etiologiyasi asosan pnevmoniya kasalliklaridan keyin septik holatlarda kelib chiqishi mumkin. Dinamikasi to'g'ri tashxis qo'yilib, vaqtida davolanganda qaytar jarayon, absess o'rni chandiqlanib bitadi. Asoratlari, demak, sepsis, yiringli intoksikatsiyaning kuchayishi hisobiga, nafas yetishmovchiligi hisobiga o'limga olib borishi mumkin. Surunkali absessga o'tib ketganida, demak, o'pkadagi yiringli jarayon amiloidoz holatining kelib chiqishiga sababchi bo'lishi mumkin. Ushbu makropreparatimiz qizil o'ngachning endofit raki deb nomlanadi. Ya'ni bunda ko'rib turganingizdek o'sgan o'sma, ya'ni hosila qizil o'ngach devori bo'ylab o'sgan, ya'ni uni bo'shlig'iga o'sib chiqmagan. Shuning uchun katta hajmga yetguncha bemorda klinik simptom bermagan. Bu yerda kuzatsak, o'sma to'qimasi, demak, mana chegaralari notekis, qizil o'ngach devori bo'ylab diffuz ravishda o'sganligini, o'smaning konsistensiyasi yumshoqligini, unda ko'plab nekroz, qon quyilish sohalari borligini kuzatishimiz mumkin. Mikroskopik kuzatadigan bo'lsak, gematoksin eozin bo'yog'i bilan bo'yaganimizda qizil o'ngach devoridagi o'sma hosila muguzlanmaydigan yassi epiteliydan hosil bo'lganligini aniqlaymiz. Chunki turga ko'ra bular 4 ta differentsiyalanish darajasiga qarab ajratiladi. G1, G2, G3, G4 darajalariga qarab ajratiladi. G1 eng quyi, ya'ni differentsiyallashmagan turi, G4 bu yuqori differentsiyallashgan turi.
Etiologiyasi asosan surunkali ezofagitlar, kuyish, termik kuyishlardan so'ng, kimyoviy kuyishlardan so'ng yoki Baretta qizil o'ngach rivojlanganida, ya'ni gastroezofagal reflyukslardan so'ng kelib chiqadi. Ko'proq spirtli ichimliklar iste'mol qilishda zararli odatlardan yoki achchiq taomlarni ko'p iste'mol qilish ham qizil o'ngach o'smasini keltirib chiqaradigan omillar qatoriga kiradi. Dinamikasi qaytmas jarayon. Asosan bu qizil o'ngachning devorini qalinlashtirib, bo'shlig'ini toraytirish hisobiga u yerdan ovqat o'tishini buzilishi, ya'ni disfagiyaga, yutinish buzilishiga olib boradi. Buni hisobiga oziqlanish buzilib, bemorda keskin tana vazni kamayishi, ya'ni rakka aloqador kaheksiya kelib chiqadi. Asorati o'lim sabablari bu metastazlanish, rakka aloqador intoksikatsiya va kaheksiya hisobiga o'lim kelib chiqadi. Ushbu makropreparatimizda yo'g'on ichakning gangrenasi ko'rsatilgan bo'lib, gangrena sohasi ko'rganimizdek qora rangga kirgan, konsistensiyasi yumshoq, ilvillagan, badbo'y hidli, kesib ko'rganimizda gangrena sohasida ko'plab gaz mahsulotlari to'planganligini ko'rishimiz mumkin va ichak devori yumshoq, oson uziluvchanligini aniqlaymiz. Mikroskopik ko'radigan bo'lsak, ichak devoridagi shilliq osti mushak qavatlarini ajratib bo'lmaydi. Nekroz hisobiga ular gamagen pushti massaga aylanganligini, ya'ni detrit massadan iboratligini ko'ramiz. Bundan tashqari ichakda mikroflorasining hisobiga kelib chiqqan ko'plab yallig'lanish infiltratlarini kuzatamiz. Etiologiyasi asosan ichak tutqich arteriyalarining trombozi, emboliyasi, strangulятsion, invaginatsion ichak tutilishlari yoki o'smalar yoki axlat toshlari hisobiga ichak devorining ezilib qolishidan kelib chiqadi. Ba'zan bitishma kasalliklarida bitishmalar hisobiga ichak tutqichlaridagi qon tomirlari qisilishidan ham kelib chiqishi mumkin jarrohlik tashriqlaridan so'ng. Ba'zan esa churra qopida ichiga kirgan ichaklarni qisilib qolishidan gangrena kelib chiqadi. Surunkali infeksion kolitlar holatlarida ham gangrena bilan asoratlanishi kuzatilishi mumkin. Dinamikasi qaytmas jarayon. Bu yerda demak, agar vaqtida tashriq o'tkazilib gangrena sohasi bartaraf etilmaydigan bo'lsa, rezeksiya tashriqi amalga oshirilmasa, ichakni teshilish hisobiga axlatli peritoneal kelib chiqib, inson hayoti xavf ostida qoladi. Bu makropreparatda oyoqning quruq gangrenasi keltirilgan bo'lib, buni ko'rganimizda rangi qoramtir tusga kirganligini, konsistensiyasi zichlashganligini va gangrena va sog'lom sohani o'rtasida qizil rangli chiziq, demarkatsion chiziq hosil bo'lganligini kuzatamiz. Gangrena sohasining rangini qoraligini sababi o'lgan to'qimalar tarkibidagi temir moddasi havodagi vodorod sulfit bilan reaksiyaga kirishib, o'ziga xos qora rangga ega bo'lgan temir sulfitni hosil qiladi. Konsistensiyasini zichlashganligi bu yerda demak bug'lanish, ya'ni suvsizlanish jarayoni ustun turganligi, ya'ni koagulятsion nekroz kelib chiqqanligi oqibatida konsistensiyasi zichlashgan va quruq gangrena deb nomlanadi. Mikroskopik ko'radigan bo'lsak, ushbu to'qimalarni teri osti, mushak, yog' qavatlarini umuman ajratib bo'lmaydi. Nekroz hisobiga ular gamagen pushti massaga kirganligini kuzatamiz. Etiologiyasi asosan bular qon tomirga bog'liq, ya'ni qon tomirlar devoridagi ateroskleroz yoki tromboz, emboliya bilan qon tomirlarining bekilib qolishidan, qandli diabet kasalligida qon aylanishining buzilishidan, ya'ni ishemiya holatidan, sovuq urganida, issiqda, kuyganda kelib chiqishi mumkin. Dinamikasi qaytmas jarayon. Asosan agar tashriq yo'li bilan davolanmaydigan bo'lsa, nekroz sohasi yuqoriga, ya'ni sog'lom to'qimalarga qarab o'sishi va nekroz sohasidan ko'plab zaharli moddalar qonga o'tishi hisobiga intoksikatsiyadan o'lim kelib chiqishi mumkin.